boylarga mazzada mana shunaqa mashinalarni olib qo'yib, faqatgina uyda qo'yishadi. Dam olish kunlari kunligi yoqqan paytda haydashadi. Mashinaning zo'rligini ko'rdinglarmi? Kapotini kengligini qaranglar. Hammaga shunaqa mashinalarni minish nasib qilsin. Zo'rligini qaranglar. V8 bi-turbo ekan modeli. Juda ham zo'r. Pastligini qaranglar. Gulishtirlari ham original. Aytgancha bizda reklama time. Yaqinda Litvadan kelgan mijozimizga tez fursatda mana hech qanaqa pechatlarsiz pravasini olib berdik. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Soxta pechatlardan ehtiyot bo'linglar. Faqatgina bizda hech qanaqa pasportinglarga tegmagan holda polskiy haydovchilik guvohnomani olsanglar bo'ladi. Latviya, Litva, Gollandiya, Germaniya xohlagan Yevropa davlatidagi vatandoshlarimiz bemalol bizga murojaat qilsanglar, tez fursatda polskiy pravani olib beramiz. Pastda raqam qoldiraman, bemalol bizga bog'lansanglar bo'ladi. Shunaqa mashinalar hammaga nasib qilsin deb qolamiz. Rostakasi zo'r ekan. Voy onasini emsin, endi mana u keldi. Mashina zo'rligini qaranglar. Mana shunaqa joylarda yashasanglar, motivatsiyalar ham o'lmaydi. Dzień dobry. Mogę nagrywać? Można. W środku też można? Można. Mashinaga o'tirgim kelyapti, lekin o'tirmayman. Chunki o'tirgandan keyin uni haydagiylar kelib qoladi. Mashina zo'rligini ko'rdinglar, 5300 km yo'l bosib yurgan ekan. Mana kliplarni mana yo'lga qo'yar ekan. Hammaga shunaqa mashinalarni olish nasib qilsin. Zo'rligini ko'rdinglar. Mana shunaqa sportivniy mashina olib qo'yishimiz kerak bo'ladi, xudo xolasa. Niyat qilganlar albatta izohlarda a'locha qoldiringlar. Hammaga nasib qilsin. Bu nima endi? Garajga bitta tushsam borib chiqim kelmaydi. Mana shunaqa paytda. Mana uni Lamborghinisi ham bor bitta. Bilmayman u qayerga qo'yadi mashinasini. Gap yo'q, lekin turishini qaranglar. Endi bu shunaqa gaplar. Birinchi marta Yevropaga kelganimizdan shunaqa dastavkalarda, taksilarda ishlaganmiz. Shunaqa uylarga dastavka qilib rosa ham havas qilardik. Biz ana shunaqa joylarda yashasak, shunaqa hayotga erishsak deb, mana nimaki niyat qiladigan bo'lsanglar, albatta erishasizlar. Hozir esa oddiy holday bo'lib qoldi. Muomalalari vobshe zo'rda bo'ladimi? Zerikib ketishgan, qilishga ishi yo'q. Hammaga Yevropaga kelish nasib qilsin deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizni kuzatishda davom etinglar.